domla o'zini o'quvchilarini olib kelgan. Andijon shahri Kullar Mehdibon tumani. Xo'p, yaxshi. Domla nima deb o'ylaysiz? O'quv markaziga hozir mana nechinchi sinflarni olib kelgansiz? 5-sinfdan 8-sinfga o'quvchilar. Aha, 5-sinfdan 8-sinfgacha o'quvchilar. U o'quvchilar bilimi qanaqa? Beginner Beginnerdan elementary darajaga. Aha, elementary darajagacha. Xo'p, yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Imtihondagi, misol uchun, muhit sizni qoniqtiryaptimi? Bu yerga kelishdan o'zi asosiy maqsadimiz. Maqsad avvalo assalomu alaykum hammaga. Bu yerga bola bilimni sinash uchun. Qaysi darajada, qanchada o'rgandim, keyin boshqa o'zini tekshirib ko'rsatadi. Yaxshi. Yaxshi, demak hozir bizda 5-sinfdan boshlab 8-sinfgacha bor. 5-sinfdan ham beginner elementary bo'lishi mumkin, 6-sinfdan ham beginner elementary bo'lishi mumkin. Hozir bizda asosiy tuzilgan savollar o'sha 5-sinf bo'lsa 5-sinf programmasi bo'yicha, 6-sinf bo'lsa 6-sinf programmasi bo'yicha olingan. Xo'p, demak hammaga rahmat, sog' bo'linglar.